Assalomu alaykum do'stlar. Xo'p, sizlar bilan bugun yana bir yangi mavzuyimiz bo'lgan Use haqida gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib use so'ziga keladigan bo'lsak, use so'zini ko'pchilik biladi, ya'ni foydalanmoq ma'nosida bilishadi. Lekin bu yoqda use bu alohida grammatik qoida hisoblanadi. Bu o'tgan zamon uchun ishlatiladi. Xo'p, use ni biz qachon ishlatamiz? Use ishlatiladi qachonki biz o'tgan zamonda qilgan, lekin ya'ni oldin ko'p marta, ya'ni bir martadan ko'p deylik, bajargan, lekin hozirda, ya'ni ayni paytda yoki shu kunlarda umuman bajarmaydigan ish harakatimiz uchun ishlatamiz. Ya'ni misol bilan tushuntiradigan bo'lsam, Dave a few years ago, ya'ni bir necha yil oldin Dave, I work in a factory, ya'ni Dave bir necha yil oldin aytyapti, men fabrikada ishlayman deyapti. Endi Dave today, hozirgi kunda Dave, I work in a supermarket. U supermarketda ishlar ekan. I used to work in a factory. U nima ishlatyapti? I used to work in a factory. Ya'ni bu degani tarjima qilsa qanaqa tarjima qilinadi? Men fabrikada ishlardim, ya'ni zavodda ishlar edim. Ya'ni ishlardi, hozir ishlamaydi. Ya'ni bir marta ishlamagan, ya'ni oldin ishlagan, u hozir ishlamaydi. Ya'ni oldin nimadir ish harakatni qilgan, lekin hozir qilmaydi. Ya'ni use to'ni nimaga ishlatamiz? O'tgan zamondagi qilgan ish harakatlarimiz yoki o'tgan zamondagi odatlar uchun ishlatamiz. Ya'ni bu degani use to'ni ishlatsanglar, o'sha ishni hozir bajarmaysizlar degani. Ya'ni oldin qilgansizlar o'sha ishni, hozir qilmaysizlar. Misol uchun deylik, mana bu yoqdan bitta misol ko'raylik. Yo'q, men bitta o'zim misol yozib beraman. Mana xo'p. Misol uchun mana bu yoqqa yozamiz. Deylik, I used to play with my friends when I was a child. When I was a child. Ya'ni men bu yoqda nima deyapman? I used to play, men o'ynardim with my friends, o'rtoqlarim bilan, do'stlarim bilan. Qachonki when I was a child, yoshligimda. Ya'ni bu degani hozir sizlar o'sha ishni qilmaysizlar. Ya'ni tarjima qilganda o'zi bilinyapti-ku. Ya'ni men o'rtoqlarim bilan o'ynardim, ya'ni nimadir qilardim desa, ya'ni bu degani hozir qilmaydi degani. Xo'p, bu juda ham ishlatishga oson, lekin faqatgina past simple ishlatavermasdan, ya'ni I played in my childhood a lot deyishdan ko'ra use to ishlatish yana ham yaxshiroq. Ya'ni speaking uchun ham, boshqa tomondan ham, grammatik tomondan ham ancha yaxshi. Shuning uchun use to ishlatsanglar, bu juda ham ancha yaxshi bo'ladi. Xo'p, endi strukturasiga keladigan bo'lsak, xo'p, use to I, we, use, a, she, she, it. Ya'ni subject ishlatamiz birinchi. Ya'ni buni o'rnida bilamiz, ismlar bo'lishi ham mumkin. I, we, use, a, she, she, it. Undan keyin use to, idsdan chiqmasin. Use to. Undan keyin albatta verb number 1 ishlatamiz. Bu id bu yoqda o'zlarda o'tgan zamonligini bildiryapti. Ya'ni bu o'tgan zamonda qilgan nimadir. Bu yoqda endi verb number 1, ya'ni be, work, have, play va hokazo. Misol uchun, when I was a child, men yoshligimda, ya'ni qachonki men yosh bo'lganimda, I used to like chocolate. Men shokoladni yaxshi ko'rardim. Ya'ni bu degani hozir shokoladni yaxshi ko'rmaydi degani. Yoki boshqa misol, I used to read a lot of books. Men juda ko'p kitob o'qirdim, but lekin I don't read much these days. Lekin bu shu kunlarda ko'p o'qimayapman. Lisa has got short hair now. Lizada hozir nimasi bor? Soch kalta, ya'ni Lizada kalta soch bor. But it used to be very long. Lekin u oldin juda uzun edi. Used to be bo'lgan, very long, juda uzun bo'lgan. They used to live in the same street as us. Ular bizdek bitta mahallada yashashardi. So, shuning uchun we used to see them a lot. Ularni ko'p ko'rardik. But we don't see them much these days. Lekin bu kunlarda, shu kunlarda biz ularni ko'p ko'rmayapmiz. Ya'ni hammasi bilsanglar, oldin qilgan, hozir qilmayapmiz. Oldin qilganmiz, hozir qilmayapmiz. Xuddi shunaqa ma'noda ketyapti. Endi negativ shakli shunchaki didn't used to. Endi qaraymiz, bu yoqda did bo'lgani uchun bu yoqdagi idni biz avtomatik olib tashlaymiz. Ya'ni didn't use it emasda, didn't used to. Misol, when I was a child, men yoshligimda, I didn't used to like tomatoes. Pomidorlarni yoqtirmas edim. Endi agar negativ bo'lsa, albatta ma'no ham teskari bo'ladi. Ya'ni oldin o'sha ishni qilmagan, hozir qiladi. Ya'ni bu yoqda ham xuddi shunaqa. Ya'ni qachonki yoshligida u yaxshi ko'rmagan. Ya'ni men yoshligimda yaxshi ko'rmasdim pomidorlarni desa, qanaqa tushunamiz? Albatta hozir yaxshi ko'radi deb tushunamiz.
Endi questionda albatta did, keyin you used to. Kelaylik, men shularni bu yoqqa yozib beraman. Xo'p, negativ shaklda, ya'ni bizga subject kerak bo'ladi, ya'ni I will use a he she it. Keyin undan keyin didn't, ya'ni did not, used to bilan baribir ajratib bo'lmaydi, shuning uchun plus albatta yana verb 1. Endi keyingisi, agar savol bo'ladigan bo'lsa, savolni bu yoqqa yozamiz. Savol bo'ladigan bo'lsa, albatta did plus subject plus used to plus verb 1. Xo'p. Mana. Endi bunga misol ko'radigan bo'lsak, mana albatta bu yoqda ko'rib turganingizda did birinchi keladi, chunki bu savol. Bu yoqda so'roq belgisi bilan chiqibdi. Did plus subject plus used to, keyin albatta verb 1 bo'ldi. Ya'ni oldin nimadir qilarmiding deb savol berganda shunchaki did you used to yoki did she, did he yoki turadi. Misol uchun, where did you used to live before you came here? Ya'ni bu yoqqa kelishingizdan oldin qayerda yashardingiz? Qayerda yashagansiz? Ya'ni qayerda yashardingiz deb, ya'ni bu savol beryapti. Xuddi shunaqa boya aytib o'tganimdek, used to ni biz faqatgina o'tgan zamon uchun ishlatamiz. I used to degan narsa yo'q. I use bo'lishi mumkin, ishlatmoq, foydalanmoq. Misol uchun bo'lishi mumkin I use my laptop a lot. Misol uchun men, endi bu yoqda use to ga umuman aloqasi yo'q. Ya'ni bu yoqda use dan keyin to ishlatamiz. Men use foydalanaman my laptop, notebookimdan a lot, ko'p. Ya'ni men notebookimdan ko'p foydalanaman. Bu hozirgi zamonda ishlatilyapti, faqat bu yoqda ishlatmoq ma'nosida kelyapti. Lekin bunaqa I used to degan narsa yo'q. I used to play tennis. Men tennis o'ynardim. These days I play golf. Shu kunlarda men golf o'ynayman. I used to play golf deya olmaymiz. Used to play. Ya'ni aytilishida o'xshab ketadi, xuddi used to aytayotganga, lekin yozilishida unaqa narsa yo'q. We usually get up early. Ya'ni biz odatda erta turamiz. Not we used to get up early. Bunaqa narsa yo'q. Esdan chiqarmaymiz. Hozircha shu.